yilning 5-avgustida tavallud topgan bo'lib, bolaligi urush qiyinchiliklari, muhtojliklari davrida kechgan. Shu tufayli u o'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirgan bo'lsa ham, oilaviy sharoit yuzasidan ishlab turib o'qishga majbur bo'lgan. Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetining sirtqi bo'limida o'qish bilan Temir yo'lchi, Toshkent haqiqati, Qizil O'zbekiston kabi gazetalarda turli yumushlarni bajargan. O'tkir Hoshimov ijodi publisistikadan boshlangan bo'lib, birinchi kitobi 1962-yilda Po'lat chavandoz nomi bilan bosilib chiqqan. Uning ilk hikoyasi esa 1963-yili 4 maktub nomi bilan chop etilgan. Adib Nur Borg Soyabon romanida jamiyat ijtimoiy hayotidagi illatlarni, durg'unlikning mohiyatini ochish asnosida davrning muhim ma'naviy axloqiy masalalarni ko'tarib chiqdi. Shundan so'ng u yana bir go'zal asarni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek mukofoti bilan taqdirlangan Dunyoning ishlari qissasini yaratib,